Avvalambor assalomu alaykum. Shu fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar, biz Andijon Chaqmoq motoklub guruh a'zolari yosh baykerimiz, ya'ni Oqayiq deb laqab qo'yganmiz guruhga jamoamiz. O'zimiz ko'chada emasmi guruh uchun. Ukamizga baxt omad tilaymiz. Uka baxtli bo'lgan, ota-onangning baxtiga faqat baxtli bo'lsang bo'ldi. Seni baxtingga ota-onang baxtli bo'lsin. Hamisha shular duogo'y bo'lsin. Nima deymiz endi? Nuriddin uchun tilaklarimiz juda ko'p. Hammasini aytishga xudo xolasa hali ulguramiz. Bayker, xursandmisan? Salomat bo'lsanglar bo'ldim. Nuriddin uchun onasiga aytilgan bir to'rt qator she'r bor, aytib beramiz. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, dildan oroq qocharkan. Uyimizdan rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Bemasa ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Ona tobiz qochmasin, opam singlim og'rib qolarkan. Ko'zlariga yosh olib yoningizga yotib olarkan. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, otam soqov bo'larkan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tarkan. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotarkan. Ona tobiz qochmasin, ona tobiz qochmasin, alam hasrat tarilarkan. Uyimizdan farishta yo'q, havo aynib qolarkan. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga. Kimga yaxshilik qilik, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob berdi, aytgin birodar, agar qo'lingdan kelsa faqat ota-onangga yaxshilik qil dedilar. Shu ota-onalarimizga bitta qarsak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nuriddin uka, doim baxtli bo'ling, ota-onangizni baxtiga sog'-salomat yuring uka. Doim safimizdan ajramasdan, shunday ahil bo'lib yuring uka. Razga olsa ko'chib ketadi, askarlarning mayda toshlari, yurishmaydi uchib ketadi Andijonning bayker bollari. Bizda aslo yo'qdir ko'pirish, yayilardan yo'q tanish bilish. Har kimga men sizdan yurish Andijonning chaqmoq bollari. Gapni boqsa yerni o'yishar, buni oddiy holga yo'yishar. Bu joyda bosib yurishar Andijonning chaqmoq bollari. Uka baxtli emas, doim baxtli bo'ling. Nuriddin baxtli bo'lgan, shunchalik Toshkentga keldim, mana ishni o'zini chaqirib ketding. Kattakon rahmat, shunchalik hurmat qilganing uchun men ham keldim mana. Xudo xolasa qo'sha qarigan, ota-onangning baxtiga sog'-salomat bo'lib yurgan. Xudo xolasa ko'p jiyanlardan bo'lsin. Oxirgi emas, birinchisi emas. Pastdan ketib turaylik, Xudo xolasa. Xudo xolasa bayker bo'lsin, hammasi.